Mustanger bolalar. Ochib aytaman, buni hamma biladi, lekin foydasini bilishmaydi. Bitta qiziq joyi shuki, yoshi 45-50 yoshga borgandan keyin o'sha bu kasalliklar kelib chiqadi. O'sha kasallikni dori ichmasdan hal qilishi yo'li mana shu bo'ladi. O'zimdan kelib chiqqan holatda bitta narsa aytaman, dori ichaverib qorinni chiqarib qo'ydim. O'shandan keyin ichmaydigan bo'ldim. Mana shu narsani akalarimiz tavsiya qildi va foydasini topdim. O'shaning uchun o'zimni tanish bilishlarimga, mijozlarimga tavsiya beraman bolalar. Bu ot terisidan bo'lgan original. Lekin men bu sifatsiz narsalarga uchib qolmanglar. Bu reklama emas. Bu haqiqatan taksichilik qilib yurgan akalar uchun bitta zo'r maslahatim. Belni og'ritmaydi, charchatmaydi, gemoroy va prostatitdan dorisiz hal qiladi. Sizga tavsiyam shu. Mana qaragin, Germantin terlatadigan simbol, qizig'i joyi ichiga taxta tiqishgan. 60 ming, 70 ming pul topish uchun nimalar o'ylab topishmaydi. Mana original, kam, mana original, haqiqatan. Mana bu haqiqiy original.